To'g'ri nafas oling, o'zingizni bo'sh qo'ying. Hamma nurli yordamchilaringizni, ilohiy yordamchilaringizni chaqiring. Ularga har doim murojaat qilgan saringiz ular bilan aloqa kanalingiz tiklanadi. Osonroq murojaat qilishni o'rganasiz. Oson amalga oshirishni boshlaydi ishlaringiz. Ichingizda takrorlang. Meni nurli yordamchilarim hozirgi jarayonda eng mukammal tarzda amalga oshirib beringlar. Men tayyorman. Ro'paringizda ota-onangizni olib keling. Ota-onangiz yonida sizni kichkinaligingiz, eslay olgan eng yosh paytingizni ularning yonida turganini his qiling. Bir payt o'zida ham kuzatuvchi, ham o'sha qizchaning ichida bo'lib qoling. E'tibor qiling, nimalar his qilyapti ekan? Otasini, onasini yonida qanday hislar bor ekan bu qizda? Uning ichki holatini his qiling. E'tiborga muhtoj, mehrga muhtoj paytini. Ota-onani shunchalar ish ko'pligini, o'zlari bilan ovoraligini va u qizchaga, sizni yoshligingizga qanaqa munosabatda bo'layotganini his qiling. Ayta olasizmi, hozir nima his qilyapti qizcha? Ko'z yumib holda aytavering. Nimani his qilyapti ekan u qizcha ota-onangiz oldida? Ichiga kiring. O'zingizni himoya qatlamlaringizga ayting. Men tayyorman his qilishga, shifolashga tayyorman deng. Ovoz chiqarib aytavering. Men hozir shifolashga tayyorman. Men haqiqatga qarashga tayyorman. Eslang, ota-onangiz, uning yonidagi o'zingizni. Nima his qilyapti ekan? Nima qilyapti ekan? Qayerga qarayapti ekan? Ular qayerga qarayapti ekan? Dadingiz bilan siz qayerga qarayapti ekan? Dadingiz sizga emas. Nima his qilyapti bu qizcha? O'sha yoshligingizda eng ko'p his qilgan hissingizni chaqiravering. Befarqlik desa bo'ladimi? Qizchaning ichiga kiring. Quvonch his qilyaptimi, xafalik his qilyaptimi, befarqlik his qilyaptimi, yolg'izlik his qilyaptimi, ishtiyoqda yuribdimi? Nima deya olasiz?
Befarq deyishi kerak. Просто Yaxshi. Kimga befarqlik? pusoy bo'lib turadi-yu, hech nima Mhm. qilmayotganlikda. Endi xuddi shu holatda onangiz ichiga kiring. Onangiz sizga nisbatan nima his qilayotganini ko'ring. Nima his qilyapti onangiz sizga nisbatan? Yaxshi. Yo'q, rosa yaxshi qilyapsiz. Chekkasiga qarab turganini his qildim. Mhm. Qanaqa munosabat? Nima his qilyapti onangiz sizga nisbatan? Yaxshi. Qarab turibdi. Mhm. Endi boshqatdan o'z ichingizga kiring, o'sha kichkina qizchani ichiga. Onasi bee'tibor qaraganda nima his qilyapti qiz? Etagini tortib yig'lagandek his qildim. Yaxshi. Rosa to'g'ri qilyapsiz hamma yoqda. Nimaga muhtoj qiz? Nima kerak qizga? Nima kerak Nafisa? Ko'ylagidan tortib turganini tasavvur qilyapman. Mhm. Nima kerak u qizchaga? Onasi qarash kerakmi? Aha. Lekin qaramayapti onasi. Ayolni dadamga qarab turganini his qildim. Mhm. Juda yaxshi. Meni ayamga yopishyapti. Mhm. E'tiborini tortgisi kelyapti, lekin torta olmayapsiz. Mhm. His qiling shuni. Ilojsizlik desak bo'ladimi? Mhm. Dadingiz nimani his qilyapti? Ish qilayotgan va telefonda ish qilayotgan tasavvur qildim. Atroflariga qarab. Mhm. Ayamni tasavvur qildim. Eriga qarab, eridan e'tibor tutadi-yu. Yaxshi, juda yaxshi. Mhm. Mhm. Dadam e'tibor bermayapti-da. Telefonda gaplashganda Mhm. ish qilayotgan odamga tasavvur qildim. Mhm. Qarang, onangiz dadangizdan kutyapti, siz onangizdan kutyapsiz. Hech kimga bermayapti. To'g'ri ketyapsiz. Aha. Просто hozir himoyalanyapsiz-da. Oling u qizchani qo'lingizga hozirgi holatingiz bilan. Oling o'zingiz yoshligingiz qo'llaringizga. 2 yosh, 3 yoshdir. To'ppa to'g'ri. Yo'q, rosa yaxshi. Mhm. Qo'llaringizga oling u qizchani. Bag'ringizga mahkam bosing. Chuqur nafas oling. O'zingizni bo'sh qo'ying. Sen menikisan deng. Ovoz chiqarib aytavering. Sen menikisan. Mhm. Seni og'riqlaring meniki. Seni ehtiyojlaring meniki. Mhm. Ota-onangizni o'ziga qarating. Onajon, otajon, dadajon, ayajon, nima deysiz? Ayting, dadajon, ayajon. Bu ham men deb ko'rsating qizchani. Men sizdan shuncha uzoq kutgan ekanman. Mehr berishingizni.
kabi mana mehr berishingizni. Qancha kutmay buni ola olmagan ekanman. Qancha kutmay buni ola olmagan ekanman. Buni sizlar berishinglar kerak deb o'ylagan ekanman. Buni sizlar berishinglar kerak ekan deb o'ylaganman. Onajon, dadajon, sizlarga bo'lgan mehrim tufayli sizni hislaringizni, dasturlaringizni olgan ekanman. E'tibor kutish dasturini, mehrga muhtoj bo'lish dasturini, sevgiga to'ymaslik dasturini sizlarga yordam beraman deb olgan ekanman. Qanchalik bu dasturda yashasam ham, erimdan mehr kutib yashasam ham, sizlar dasturlar shuncha zo'r ishlatsam ham, sizlarga yordam bera olmas ekanman. Bu sizlarga ekan. Men o'zim bilmagan holda sizlarga yordam qilaman deb olgan ekanman. Sizlarni kuchsiz deb o'ylagan ekanman. To'g'ri yashay olmayapti deb o'ylagan ekanman. Endi angladim. Sizlar shunchalar yaxshi yashabsizlarki birgalikda, hayot mengacha yetib keldi. Sizlar shunchalik yaxshi yashabsizlarki, hayot meni farzandlarimgacha yetib keldi. Onajon, dadajon, sizlar menga faqat hayot berishinglar kerak ekan. Men sizlarni qolgan mas'uliyatdan ozod qilaman. Menga mehr berish mas'uliyatidan, xursand qilish mas'uliyatidan, har doim ilojsizligidan mehr olish mas'uliyatidan, butunlay sizlarni ozod qilaman. Endi o'zimga o'zim berishga tayyorman. Endi sizlar dasturinglarni o'zinglarga topshiraman. Men o'zimni hayotimga ketishga tayyorman. Va meni hayotim sizlargidan mutlaqo farq qilishiga tayyorman. Bu meni tanlovim. Qizchangiz mahkam bag'ringizga bosib, nurda eritib birlashib keting. To'yintiring mehrga, sevgiga. Endi butun tanangizdan og'ir yuklarni to'plang. Otangizni, onangizni dasturlarini xuddi yig'ayotganingizni his qiling. Bittalab. Tobora qo'lingizda og'irlashib borayotganini, butun tanangizdan yig'ayotganingizni his qiling. O'ziga e'tibor qilmaslik dasturi onangizdan qolgan. Mehr kutish dasturi. Pastelda er bilan erkin bo'la olmaslik dasturi. Hammaga yaxshi ko'rinishga urinish dasturi. O'zini asliyatidan uzoqlashish dasturi. Bolalariga mehr, asl mehr bera olmaslik dasturi. Farzandlarini tushunmaslik dasturlari. O'zini og'rig'i bilan o'ralashib qolish dasturi.
eridan erkin pul ola olmaslik dasturi. Hozircha nimaligini bilishingiz shart emas. To'plang qo'lingizga hammasini. Oyoqlaringizdan, jinsiy organlaringizdan, yuragingizdan, qo'llaringizdan, yelkangizga ortib olgan hamma yuklarni, bo'yningizni tik ushlashga harakat qiluvchi majburiyatlaringizni, miyangizda aylanayotgan har bir onangizga, otangizga tegishli bo'lgan fikrlarni, qo'ying ularni oyoqlarini tagiga, topshiring ularga. Egilavering. Nafsa. Peshoningiz tekkizib, qo'llaringiz his qiling butun tanangizdan to'kilayotganini. Ichingizda takrorlang. Tayyorman o'zim hayotimga ketishga. O'zim hayotimni yashashga. Endi sizlarning hayotinglar bilan yashamaslikka tayyorman deb. Hayotinglar takrorlamaslikka tayyorman. To'la yengillaganingizni his qilganingizda ko'tarilishingiz mumkin. Ularga qarab ayting. Onajon, dadajon, sizlar kattasizlar, men kichkinaman. Ayting. Sizlar berasizlar, men olaman. Sizlar hayotni menga sovg'a qilib bergansizlar. Hayot uchun qarz bo'lim men. Sovg'a uchun qarz bo'lim men. Sovg'a uchun faqat minnatdor bo'linadi. Men sizlardan minnatdorman. Va hayotinglar juda yaxshi yashab o'tdinglar deb e'lon qilaman. Chunki sizlarni tekshirish menga emas. Sizlar uchun boshqa qadriyatlar muhim bo'lgan. Meni paytimga kelib boshqa qadriyatlar. Meni farzandlarimga yana boshqa qadriyatlar. Har bir keyingi avlod yana ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Menga bergan hamma narsangizga minnatdorman. Minnatdorligim sifatida o'zimni hayotimni yashashni boshlayman. O'zimni hayotimda baxtli bo'laman. O'zimni hayotimda juda yaxshi ish qilaman. Sizlarga minnatdorlik sifatida. Bu hayotni menga berganinglar uchun. Men u bilan yana ham chiroyli narsalar qilaman. Minnatdorlik bildiring. Xayolan teskari qarang. O'sha o'rningizdan turib teskari qarasangiz ham bo'laveradi. Pastga tushing. Nariyoqqa qarang. Yo'q, nariyoqqa. His qiling, dadingiz, ayingiz yelkalaringizga qo'llarini qo'yishayotganini. O'ng tomoningizda dadingiz, chap tomoningizda onangiz qo'llarini qo'yganini his qiling. Xuddi shunaqa dadingiz yelkasida uni ota-onasi, onangiz yelkasida o'zini ota-onasi. Xuddi shunaqa qilib butun avlodni his qiling shu turishingizda. Orqangizda juda katta qanotlaringiz, juda katta kuchlaringiz borligini his qiling. Qo'llari orqali sizni nurga to'yintirishayotganini his qiling. Sizni baxtingizga, omadingizga olib ketadigan, itaradigan, kuch beradigan quvvat sizga to'layotganini his qiling. U qo'llar orqali.
bir qadam tashing oldinga. O'z hayotga ketayotganingizni ko'rsating. Chuqur nafas oling. Nafasingizni ushlab qoling. Har bir hujayrangiz eslab qolsin hozirgi jarayonni. Yana bir marta chuqur nafas oling. Nafasingizni ushlab qoling. Har bir hujayrangiz hozirgi jarayonni eslab qolsin. Ko'zlaringizni oching. O'tirishingiz mumkin.